Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan septoplastika, ya'ni burun to'sig'ini to'g'irlash operatsiyada o'tadigan jarayonlar va operatsiyadan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda septoplastika o'zi nima? Septoplastika bu qiyshaygan burun to'sig'ini to'g'irlash operatsiyasi hisoblanadi. Bunda burunni ichki qismi to'g'irlanadi, ya'ni burunni nafas olish funksiyasi tiklanadi. Burunni tashqi tomoni hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun septoplastika burunni funksiyasini to'g'irlash uchun qilinadi. Endi ba'zi bir insonlar burnimni tashqi qismida o'zgarish bo'ladimi degan savollar beradi. Burunni tashqi qismini o'zgartirish esa rinoplastika deyiladi. Bu umuman boshqa operatsiya hisoblanadi. Endi septoplastika qachon qilinadi? Ko'pchilik insonlarda bilamiz, burun to'sig'i qiyshiq. Bu degani barcha insonlarda operatsiya qilinish kerakmi degan savol albatta tug'iladi. Yo'q. Septoplastikaga ham o'ziga xos ko'rsatmalar bor. Bulardan birinchisi burundan nafas olmaslik, ya'ni bemor shamollamagan, sog'lom mahalda burundan yaxshi nafas olmasa, xurrak otsa, burun tez qonasa, tez gaymaritlar, ya'ni surunkali gaymaritlar bo'ladigan bo'lsa va albatta burun hamda burun yondosh bo'shliqlarida hozirgi zamonaviy endoskopik operatsiyalar o'tkazishga to'g'ri kelib qoladigan bo'lsa, birinchi navbatda septoplastika, ya'ni burunni to'g'irlash operatsiyasi o'tkaziladi. Boshqa holatlarda esa operatsiya shart bo'lmaydi. Endi bu operatsiya qanday bo'ladi? Operatsiyamiz hozirgi zamonaviy lorda umumiy narkoz ostida bo'ladi. Ya'ni narkoz berish sifatida gazli narkozlardan foydalanamiz, izofluran hamda sevofluran. Bu gazni o'ziga xos yutuqlari bor, ya'ni buni boshqarish mumkin. Kerakli vaqtda to'xtatadigan bo'lsangiz, organizmdan tez chiqib ketadi. Ya'ni yuqori nafas orqali beriladi. Operatsiya davomida organizmga kirib turadi. Operatsiya tugashi bilan gaz to'xtatiladi va 10-15 minutda organizmdan havo orqali chiqib ketadi va bemor o'ziga keladi. Endi nima uchun septoplastika operatsiyasini umumiy narkozda qilish tanlangan? Bir qancha yutuqlari bor. Birinchisi, bemorimiz narkoz ostida bo'lganda qon bosimni biroz tushirish imkoniyati bor. Shuning hisobiga operatsiya mutlaqo qonsiz o'tadi. Ikkinchisi, asosiysi, bemorimiz hech qanday og'riq sezmaydi va uchinchisi, operatsiya mutlaqo zo'r, ya'ni sifatli o'tadi. Bemor xohlaganda hamda albatta xirurg xohlaganda sifatda chiqishiga yordam beradi. Shuning uchun umumiy narkoz ostida qilish tanlangan. Agar bu mahalliy usulda qilinadigan bo'lsa, yuqoridagi holatlar bemorga hamda xirurgning ishlashiga xalal beradi va operatsiya sifatli bo'lmaydi va shuning hisobiga bemorlar bir necha marta operatsiya bo'lishiga to'g'ri kelib qoladi. Endi operatsiya nima yordamida bo'ladi? Ko'pchilik bemorlarimiz savol berishadi, lazerda qilasizmi degan savol beradi. Yo'q, butun bir rivojlangan davlatda va O'zbekistonda ham hech qanday lazer ishlatilmaydi burun to'sig'ini to'g'irlashga. Bu faqatgina o'ziga xos maxsus instrumentlar yordamida qilinadi. Bunda qiyshaygan burun to'sig'ini tog'ay qismi hamda qiyshaygan suyak qismi kesib olinadi, to'g'irlanadi va o'rniga qo'yiladi. Bunda faqatgina endoskopdan foydalanamiz hozirgi zamonaviylarda. Bunda ham endoskop faqat yoritish uchun hamda qiyshaygan qismni to'laroq, yaxshiroq ko'rish uchun yordam beradi, xolos. Boshqa holatlari esa barcha rivojlangan davlatlarda hamda barcha shifokorlar o'rtasida bir xil usuldan foydalaniladi. Endi operatsiyadan keyin nima bo'ladi? O'rtacha operatsiya burun to'sig'ini qiyshiq darajasiga hamda bemorda birinchi marta bo'lyaptimi yoki ikkinchi martami shunga qarab yarim soat 40 minutdan boshlab 1 soat 1,5 soatgacha davom etadigan operatsiya hisoblanadi. Operatsiyadan keyin burunga rezinoviy truba, ya'ni splint qo'yiladi. Bu splint ham lor sohasiga yangi kirib kelgan. Bu splint kirib kelgandan keyin ham
bir qancha bemorlarga yengillik yaratildi hamda bir qancha asoratlar olindi. Splintni vazifasi to'g'irlangan burun to'sig'iniga apalovka vazifasini bajaradi, ya'ni mahkamlab ushlab turadi. Ikkinchisi qonamaydi va uchinchisi bu truba orqali nafas olib turish vazifasini bajaradi. Agar avvalgi bir necha yillar oldingi lorga nazar soladigan bo'lsak, u paytda splintdan oldin metrovoy bintlar qo'yilar edi. Bint orqali butunlay nafas olinmaydi va bintni olish jarayonida qonaydi va operatsiyadan keyin bir qancha asoratlar kuzatilgan. Bu splint kirib kelishi bilan lor sohasiga shu asoratlar olindi va operatsiyaning sifatliroq o'tishiga sababchi bo'ldi. Bu splint bir hafta turadi. Bir hafta davomida bemor lor ko'rigiga bir marta yoki ikki marta kuniga kelib turadi. Splintni tozalab turish imkoniyati bor. Maxsus so'rg'ichlar yordamida tozalagandan keyin bemor nafas olib turadi, ya'ni 30-40-50% nafas oladi. Bir haftadan keyin splintlar butunlay olinadi va bemor yaxshi nafas oladi. Endi operatsiyadan keyin qanday parvarish qilinadi operatsiyani o'rnini? Birinchi navbatda yog'lardan foydalanamiz. Har xil bodom yog', alifka yog'i, shaftoli yog'larni demak bemorga tomchilatish, yog'dan keyin burunni turli xil tuzli suvlar, oddiy natriy xlor yoki burun yuvuvchi vositalar yordamida yuviladi va jarohatni o'rniga turli xil mazlar, lemamikol, bepanten, metil urasil kabi mazlarni surib turish tayinlanadi. Agar bu 3 ta muolajalar vaqtida yaxshi bajariladigan bo'lsa, o'rta hisobda 20 kun, 25 kunda operatsiyani o'rni butunlay tiklanadi va bemor samolyotda uchadigan, agar bemor sportchi bo'ladigan bo'lsa, sport bilan shug'ullanish qobiliyati butunlay tiklanadi. Va albatta oxirgisi barcha operatsiyada asorat bo'ladi. Bo'lgani kabi septoplastika operatsiyasida ham asoratlar bo'lishi mumkin. Birinchi asoratimiz burun to'sig'ida gematoma paydo bo'lib qolishi. Ya'ni gematoma burun to'sig'ini to'g'irlab, o'rniga xiryash qo'yilgandan keyin ikkita shilliq qavat ursa qon yig'ilib qolishi. Bu odatda operatsiyadan keyin 3-4 kundan keyin paydo bo'ladi. Faqatgina splintni olinganda ko'riladi. Bu gematoma nima uchun paydo bo'ladi? Bu birinchisi organizmga bog'liq, ikkinchisi xirurgni operatsiya davomida qilayotgan ishiga, ya'ni splintni qo'yayotganda, to'g'irlangan xiryashni qo'yayotganda demak yaxshi qo'ymasligi mumkin yoki splintni yaxshi joylashtirmasligi yoki bo'lmasa splint ustiga odatda rezinaviy tamponlardan foydalanib, shu tampon qo'yilmasa qon yig'ilib qoladi. Lekin buni bartaraf etish mumkin, ya'ni xirurgni malakasiga bog'liq. Splint olingandan keyin agar gematoma borligini sezadigan bo'lsa, uni darhol shpritslar yordamida so'rib olib, yana 2-3 kunga tampon qo'yiladigan bo'lsa bartaraf etiladi. Va ikkinchi bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlardan biri demak burun to'sig'ini teshilib qolishi, ya'ni perforatsiya. Bu qachon paydo bo'ladi? Agar bordi-yu gematomani xirurg ko'rmay qoldi. Splint olindi, gematomani ko'rmadi. Gematoma bilan 2-3 kun yana bemor yurib qolgan bo'lsa, bu gematoma yiringga aylanadi. Yiringga aylangandan keyin burun to'sig'i teshilib qoladi. Endi burun to'sig'i teshilsa nima bo'libdi degan savol bor. Agar bu burun to'sig'ini teshilishi burunning orqaroq qismida paydo bo'ladigan bo'lsa, hech qanday nafas olishga xalal bermaydi va bemor yuraveradi. Agar bordi-yu bu burun to'sig'ini teshikligi burun to'sig'ining old qismida paydo bo'ladigan bo'lsa, bemor nafas olmaydi. Chunki havoni oqimi o'zgaradi. Burunda kirgan havo bir yoqdan keladi, ikkinchidan chiqadi. Bu yoqdan kelib ikkidan chiqib ketish hisobiga demak bemorda operatsiyadan keyin yaxshilanish sezmaydi va bunda bemorlar yana ikkinchi marta operatsiyaga muhtoj bo'ladi, ya'ni burun to'sig'ini teshigini, ya'ni perforatsiyani yamash operatsiyasiga muhtoj bo'lib qolishi mumkin. Va kuzatilishi mumkin bo'lgan 3-chi asorat esa burun bo'shlig'ida sinexiya. Sinexiya degani bu yopishib qolish, ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni bunda nima bo'ladi? Burun pastki chig'anog'i hamda burun to'sig'i bir-biriga yopishib qoladi. Buning natijasida esa operatsiyadan keyin bemorda umuman nafas olishda yaxshilanish kuzatilmaydi. Va bu sanab o'tilgan barcha asoratlar hozirgi zamonaviy lorda albatta
kamaygan. Chunki dastlab aytib o'tganimdek, splint kirib kelgandan keyin bu asoratlar juda ham kamayib ketgan. Lekin bo'lishi mumkin. Tajribada barcha lor shifokorlarda menimcha bo'lyapti. Shuning uchun bunday xatolarni oldini olish uchun birinchi navbatda xirurg e'tiborli bo'lish kerak, malakali bo'lish kerak va bemorlar shifokorni aytgan, ya'ni tayyorlangan muolajalarni vaqtida bajarish kerak va operatsiyadan keyin bemor butunlay yo'qolib qolmasligi kerak. Ya'ni splint olgandan keyin 3 kunda keling, 4 kunda keling, 1 haftada keling degan mahalda demak bemor kelib turish kerak. Shifokor doimo qarab turadigan bo'lsa, aytib o'tilgan 3 ta asorat bo'lmaydi mutlaqo. Agar sizda va yaqinlaringizda quloq, tomoq, burun sohasida kasalliklarni tashxislash, davolash yoki operatsiya zarurati tug'iladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga zamonaviy hamda malakali yordam berishga tayyormiz.